Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari namlı kitabında biz bugün Kitab-ül Vuzu yani taharetki münasebetlik bu hadislerini bu kitabını okuyumuz. Hem de İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi kitabının 5'ini deslepte de vahiyinin başlanışı hakkında. İkinci kitap ne olsa iman hakkında. Nemiş iman hakkında başlagan diye vaxtda çünkü ibadetin asası iman. İman bulmagan ibadet o güç vermeydi. Ondan keyin mesela bu adam hem de ilmi hakkında toxtaldı. Her qanday ibadetni avval bilish kerak. Bilmegen ibadet hatalish avvalına ait köp yüz birdi. Bilmegen ibadetni davamlaştırılı olmaydı. Dördüncü katımda bu adam hem de taharetni başladı. Bu taharetin ki mesela namazla kıldı. Namaz bir yerde muhim bulaş gerek emniyette. İlimden, iman dinkin. Çünkü iman dinkin namaz asaslık bir rukunu. Bırak İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi bu yerde namazın en muhim şartlarından boğan taharetini bayan kılıp andı namaz ötmekçi bulamadı. Şunun için biz bugün taharet hakkındaki dersimizin birinci bölümünü, birinci babını okuyumuz. Taharetki münasebetlik mezmullah deb bu babını koyup Estaizu billah Allah Teala bu haqda mundaqdaydı. İza qumtum ila salati. Sizler namazga turgan vaqtinglarda yoki namaz o'qimoqchi bo'lgan vaqtinglarda, mayli farz namoz, mayli nafl namozli bo'lsin. Sizlar o'zinglarni yuvinglar, qo'linglarni yuvinglar dedi. Jaynikinglar bilan qo'shib beshinglarga masih qilinglar, putlaringlarga masih qilinglar degan mazmun tashqi shakli jihatdan kelib chiqadi bu yerda. Ammo ahli sunniy vel jamoa firqasidagi ulamolar putinglarni o'shiqcha yoki o'shiq bilan birga yuvinglar degan qarashni kuchlantirgan, ta'kidlagan. Ammo rafiziylar, shialar putinglarga masih qilinglar deb bu oyatni boshdan keyin keltirgachga bunda qarashni qaragan. Bu vaqtda nurg'un ixtiloflar bor. Buningda fiqh darslarga murojaat qilishni o'tinimiz. Endi vuzu degan nima degan bo'ldi desa, lug'atda bu nur, nurona degan mazmunni bildirdi. Yo'ruq, jilvilik degan mazmunlarni bildirdi. Ammo vazu deb bunda vovning fathasi bilan kelgan vaqtida u taharet aldığın suni bildirdi. Enver Şah Keşmeri rahmetullahi aleyh bu yerda yani vuzu ma'nosini nayta soplik, yo'ruqliq degan ma'noni lug'at jihatdan bilish bilan birga buningga qiyomatda odamning mahshargohida taharet olgan o'rinlar chaqnaydi. Shariatniki bu vaqtda bergan bizga ma'lumoti bor deb bu orqali dalil isbot ko'rsatgan buningga. Endi bu oyatdagi mesela sizlar namozga qo'pgan vaqtinglarda degan ma'no bizga udullan bir uqumni bildirdi. Ya'ni sizlar qanday vaqtda namoz o'qimoqchi bo'lsanglar, ya farz namoz yoki nafl namoz bo'lsin, namozni o'qimoqchi bo'lsanglar, sizlar cho'qim mushta taharat ilinglar degan mazmun kelib chiqdi. Bu vaqtida biz bu oyatni sunnat bilan birlashtirib bog'laymiz. Oyatning zohiriy ma'nosi namoz qo'pqanla vaqtda, namoz o'qimoqchi bo'lgan vaqtda ham cho'qim taharatlish kerak degan mazmun udul bizning qalbimizga kelib qoladi. Ammo sunnatda, hadisda payg'ambarimizning qilmishlari va harakatlari orqali sizlar betorat vaqtinglarda yoki uyqudan qo'pqan vaqtinglarda namoz o'qimoqchi bo'lsanglar taharat ilinglar degan mazmunni süzüp olamiz. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki bir taharet bilen neçe vakit namazlarını billa o'qiganligi qayd qilingan. Undaqda bu oyatni hadis orqali tushunmagan vaqtida bu aniq tushunilmaydi.
Yani birisi bu ayetteki meselen hoşuq, pot, özünki dairsiz münasebetlik nurgun tefsili bayanlar var. Bununki ulamalar arasında, faqihlar arasında ixtilaf mezmunlar var. Bunu fiqh kitaplarına müracaat qilishga buyuruymiz. Hem bu ayetteki Ebu Abdullah, yani İmam Bukhari şu. Şundaq deydi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bayan qilib o'tib, hem de taharatninki farzi bir qatım. Taharat algan vaqtda a'zolarni bir qatimdan yuvish bu taharatning farzi deb qarabdi İmam Buxoriy rahmatullohi alayhi. Peygamberimiz 3 qatimmi taharat algan, 3 qatimlab taharat algan, ama 3 qatimdan ortiq taharat almagan deydi. Yani a'zolarni 3 qatimdan ortiq yuvib boqmagan demakchi. Şoňlaşqa ahli ilimler taharat algan vaqtida isrofxo'rlikni xolamagan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qilgan bu qilmishdan aşırı o'tishni bular yoqtirmagan deb İmam Buxoriy ulamolarning bu vaqtdagi birlik qarashini bu yerda bizga bayon qilib naql qilib turyaptilar. Shundaq Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir qitim sahobalardan birisining bir taharat qilayotganligini ko'rib, shu kishiga shundaq deganda, nimachilar isrof bu deb Rasululloh. Chunki u odam bir necha qatim yuvgan ekanda, yuvayvergan degandek. Bu sahoba debdiki, ya Rasululloh, bu taharat olgan bu yaxshi ish tursa degandek hamda. Bundan isrof bo'ladimi? Ha, sen bu yaqin o'sangning bo'yida olsangmi, isrof bo'ladi degan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Mana bu eng oxirgi chek 3 qatimdan ortiq yuvmaslik haqida. Ama nicaset meselesini yuvgan vaqtida o ayrım. Nicaset yuvgan vaqtida ta onun izi şu nicaset yo'qolgan qadar qancha yuvsak bo'ladi. 3, 2, 1, 10, 15 degandek. O nicasetin izi yo'qdir bu yerda bekitilgan. Ama taharatda unday emas. Taharatda niyat qilganda cho'qim ya bir qatim, ya 2 qatim, ya 3 qatim. 3 qatimdan cho'qim oshmasligi kerak. Ulamolar buni ba'zilar harom deguchilar bo'lgan, ba'zilar makruh deguchilar bo'lgan. Ba'zilar yaxshi emas deb qaraganlar bo'lgan, ba'zilar gunoh bo'lishi muqarrar deb bunaq deb muqargan ulamolarning xilma-xil buningda ko'z qarashi. Eng muhimi yaxshi avval emas. Uningdan boshqa hamda Peygamber sallallohu alayhi vasallamniki bir qatim, 3 qatim, 3 qatim a'zo yuvish masalasiga kelgandami, ulamolar bu yerda bir qatim yuvish a'zo badalini. Bu farz, ikincisi, üçüncüsü sünnet oludu, nafl oludu degende qarashlarni yakunlab chiqqan. Hatta bir qism ulamolar oshirib 3 qatimdan oshirsa buni taharat olmaydi deb bunda qattiq hukmni bergan bu jihatda. Bu qarash ajizroq qarash. Bu yerda eng muhimi hamda taharatda shu a'zolarni yuvgan vaqtida 3 qatimlab yuvish bu umum jihatda elib chiqqan vaqtida sunnat. Agar bir qatim yuvsa a'zoni bu kifoya. Bo'lib ibodat masalalarga kelgan vaqtida uninki sababini surishtirishdan bakrak Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bo'lgan ergashmilik fazilatni qo'g'lashgan nihoyatda muhim. Chunki ibodatda illat, sabab surishtirgan vaqtida aqliy nuqtadan ezib ketish ehtimoli bor. Ibodatda nima uchun degan narsa asosan mavjud emas. İmam Buxoriy rahmetullahi aleyh yana bir babda, bu 135. numaralı hadisindeki babda taharatsiz namaz qabul bo'lmas deydi. Bu hadisda hamda bizga Ishaq ibn İbrahim al-Hanzali degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi İmam Buxoriy rahmetullahi aleyh. Undaqda bu kishi kim o deganda bu İmam Buxoriyniki ustozlaridan bu kishiniki tarjimoni boshida o'tgan. Ishaq ibn Rahaviy deb dadisi yo'lda tug'ilib qolgan odam bu. İmam Buxoriyning eng danglik ustozlaridan shu kishi. Bu odam deydi bizga Abdurzaq hadis so'zlab bergan edi deydi. Abdurzaqning tarjimalimi o'tdi. Abdurzaq ibn Humam degan kishi. Bu odam deydi bizga Ma'mar xabar bergan deydi.
Ma'mar bu adamniki ustozi bo'ladi undaqda. Ma'mar ibn Rashid degan kishi ham shu. Bu zot deydi, Hammom ibn Munabbahda rivoyat qilyapti. Hammom ibn Munabbahniki tarjimalim boshda o'tdi bo'lg'ay. Uningdan boshqa masalan Hammom ibn Munabbah payg'ambar alayhisolatu vassalomniki davrida Rasululloh sahoba bo'lmagan, ammo Abu Hurayradan anglagan bu kishi. Hammomning dadisi Munabbah, Hammomning dadisi Munabbah Rasulullohning davrida musulmon bo'lgan, Rasululloh bilan ushqash bo'lgan. Hamda Hammom keyin shu dadisiniki ta'sirida ko'p bilimga erishgan. Uning ustiga tunji shu asar hadis ilmida asar yozgan kishi bo'ladi bu. Tunji asar mutlaq tunji asar islom tarixida mush odamniki qo'lida yozilgan. Chunki bu odamning 140 dona hadis to'plaganligi rivoyat qilingan tarixda. Bu zot hamda Abu Hurayra radhiyallohu anhudan anglagan ekan. Ular Abu Hurayraning sahobalarning shogirdi deyishga bo'ldi. Bu zot deydi Abu Hurayra, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mundaq degan dedi. Hamda tarat sunduğa adamning namozi qabul emas, tarat ommag'ichilik deb shundaq debdi-da. Hazirmatliq bir odam bu yerdagi hadas degan nima degan gap dedi. Arablarmi ba'zi atalg'ularni yangi paydo bo'lgan yoki yangi ishlatilgan lug'atlarni bilmaydi. Uningki nima nishon qilingandi bu so'zda deb tushunmaydi. Shunlashqa Abu Hurayradan bu hazirmat qadam so'rayotdi. Bu Yamanlik adam ekan-da, shuni qarag'an vaqtida. Abu Hurayra radhiyallohu anhu javob berib, Abu Hurayra javob berdi-da, bir tushuncha berib berdi. Biri yel, biri o'sroq deb javob bergan. Mana mushu bu yerda hadasdir, ya'ni bitoratlikdir deb. Bu yerda Abu Hurayra radhiyallohu anhu tushuncha berib bu odam asli masalan bundan boshqa masalan odamni ta'rifini tushuntiradigan qon deymiz, cho'ng ta'rif, kichik ta'rif deymiz. Nurg'un boshqa ta'rif tushuntiradigan omillar bor. Bu yerda nimishqa qisqartib faqat yeli bilan o'sroq qilam qayd qilib qo'ydi, bog'lab qo'ydi desa, chunki bu savol qarta berilyapti. Ya'ni bu namoz to'g'riliq gap bo'layotdi. Bu namozda yuz beradigan bitoratliklarning ichida o'sroq bilan yel ko'pincha shu namozdagi holatida odamning ta'rifini tushuntiradi. Ammo cho'ng ta'rif, kichik ta'rif voqealar u namozning sirtidagi ta'rifni tushuntiradigan omillar. Shunga bu yerda deyilayotgan, so'ralayotgan savolga yaqin bo'lgan, amaliy bo'lgan savolga amaliy javob bilan bu yerda javob beryapti. Yana birisi ulamolar bu jihatda hamda shu yel bilan o'sroq chiqqandiki ta'rifsizlik, ta'rifni tushuntiradigan omil bo'lganlikdan qolgan shu yerdan chiqqan narsalarni shunga qiyos qilib olish asosida degan bo'lishi mumkin deb mundaq qaragan. Ammo birinchi qarash naytbek yaqinlik bu yerda. Ba'zanlar bo'lsa hamda bu o'sroq bu yel degan bir havo. Bu havodan odamning ta'rif sunib ketgan qarg'a vaqtida oldi-keyindan chiqqan narsa bak yerginishlik avvaldagi narsalar. Bundan texmi bekrak ta'rif sundu degan ma'noni bildirdi. Shunga uni qayd qilmagan deb mundami qarabdi. Mo'yme bu yerda so'g'ichiga naytdi. Ko'p hollarda yuz beradigan avvallar bilan bu yerda xabar berib o'tayotdi. Buningda undaqda har qanday namoz tahoratga muhtoj. Ya'ni tahoratsiz namoz emas deyishga bo'ldi. Bu hadisdagi ro'ydan shu kelib chiqyapti. Bir qism ulamolar jinoza namozi o'qisa bo'ladi. Chunki bunda sajda ruku yo'q deb qaragan ulamolar bo'lgan, ammo bu qarash ulamolar batil, quruq gap deb buni qaragan. Har qanday shu sajdaga aloqador, namozga aloqador ibodatlar cho'qim ta'rif shart qilindi. Ammo faqat shu sajdatu shukr
şükür secdesi hakkında o emdelik uçtum tut 101'de avval boğaçkan bunu istisna kılış belki ameliyatına uygun buluş mümkün. Yani buna da taharetini şart kılması mı bolduğan qaraş güçlük buluş mümkün. Çünkü secde şükür adamlar huşallık erişken vaqtida bir nimet erişken vaqtida bolduğu avval boğan o vaqtida çokum taharet ilip bunda kelip boğul bulmaydı. Çünkü o huşallıkni ifadeligen vaqtidaki ibadetinin huzuri o başkası boludu. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.